Vardinglar qiziq gaplardosh. Ma'qul. Ma'o, meni bir og'inam o'zidan 20 yoshli bir cho'ng xotin bilan aralashibdi-ki, Varling kuni kechda xotin og'inamning peshonasiga birini sep, baxtli bo'laylik jinim bolam degdi. Men bir depraya. Ma Varlingda bir balash bilmayli cho'ng birslar olishibdi. Shuni restoran kirib tansiq tassa, oyol shunday yobkisi qaribki, nim quvasiz desa, yidovsi ro'lay degdi. Sen bir degdi bular. Varlinkini bir bala o'zidan cho'ng olib bilan boshonni ko'rishgan bo'lib, birdan o'tag'andan keyin ayol chiqib, yosh bir qiz olib kiribdi-da boshonga. Siz kim o? desa, qiz bola, opamning so'mkasi qapti degdi. Qiziq gaplardosh Varlingni. Varlingda bir bala o'zidan cho'ng xotin bilan aralashib kelib, nima bo'lganini bilmay, tasavvurlar mo'yada deya to'xtab turinglar, balalar ketsizlar, shunda o'zim David deyman. Baribir qiziq emas, o'zasa dava. Bu Varlinglar shuning bilan birnim olmi deb